Hammalarga salom jigarlar, sizlar bilan bugun Alpha PUBG. Bugun sizlar bilan biz 4-1 versiyada telefonlarni 120 FPS qilishni ko'rib o'tamiz. Videomiz foydali bo'lishi aniq, shuning uchun videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishingizni tavsiya qilaman. Aytgancha jigarlar, videoga bittadan obuna bilan like bosib ketish esingizdan chiqmasin. Hamma tayyor bo'lgan bo'lsa, videoni cho'zmasdan boshladik. Jigarlar, bizga faqatgina hamma biladigan zarchever ilovasi kerak bo'ladi. Biz Telegram kirib olamiz. Va poyezga MyTPUBGimni kanal kerak bo'ladi bizga. Shunga kirib olamiz va bu yerda optimizatsiya fayl turadi. Shuni saqlab olamiz. Keyin biz zarchever ilovasiga qaytib kira olamiz. Kirganimizdan so'ng biz download bo'lmay kira olamiz va bu yerdan Telegram bosib, boyagi optimizatsiya ustiga bitta bosamiz. Keyin yana shuni ustiga yana bir marta bosib, faylni nusxalaymiz va tepada Telegram ustiga bosib, shotira kira olamiz. Bu yerdan Androidga kirib, data va biz bu yerdan PUBG Mobile faylni topib olamiz. Ustiga bosib, pastdagi yashil tugmani bosib, птичкаga qo'yib, almashtirmoq bosamiz va bu yerga MyTPUBGim deb yozib olamiz. Mana yozib oldim. Va pastasida yozuv chiqadi, arxivdan chiqarib olindi deb. Endi PUBG Mobile kirib olamiz. Mana kirib oldik. O'zgarishni ko'rishingiz mumkin. Telefon qochish ancha kamaygan. Mana emotsiya qilganlaringda ham bilinadi. Keyin biz nastroykaga kirib olamiz. Bu yerdan grafikaga kirsalaring, mana shunday turishi kerak bo'ladi. Hech narsaga bosmaysizlar. Va nastroykada bir ikkita narsalar o'zgarib qoladi. Shuni o'zlaringizga moslab to'g'rilab olasizlar. Videoni foydasi tekkan bo'lsa, bir dona like bosib ketish esdan chiqmasin.